Yana ozgina stadion bor ekan yo'limizda, tog'lik. Xudo xolasa salom alaykum deb olamiz ana. Biz kelayotgan joyimiz Las Vegas. Cho'lda o'rtasida ekan. Qanchadan qancha odamni boy qilgan, qanchadan qancha odamni yana qashshoq qilgan. Qimorbozlar shahri. Yoshligimizda O'yin degan kino ko'rganmiz. Kimina. O'sha kino ham shu Las Vegasda olingan bo'lsa kerak, adashmasam. Ko'chalar nomi ham biladi. Casino Road. Casino ko'chasi. Odamlar sayohatga chiqadi, shunaqa qilib bular. Furgonini biriga qo'yib qo'yib, orqada yengil mashinasida aylanib yurishadi. Kech payt yana furgoniga kelib yotadi. Mana kazino bor ekan. Aeroport, hotel, kazino. Endi Las Vegas shu kazinolari bilan mashhurda endi. Shuning uchun hamma joyda kazino. Pribl ham shundan bo'lsa kerak menimcha. Bu yerlarda. Odamlar har yoqdan kelib, shu yerlarga dam olib, qimor o'ynab, topgan pulni o'tkazib ketishyapti.